Qur'on bilmagan kishi bu dunyoga kelmaganga barobar deydi Yunus Emre. Albatta bu gapning tagiga Qur'ondan o'zining ruhiy ozuqini olgan, Qur'on tilovatining lazzatini tatgan kishilar yetalishi mumkin. Jiddiychilikka to'lgan bugun kunimizda hammamiz ataganda bandat namoz o'qib bo'lgandan keyin aldirab ishqa va yoki maktabga mengib Qur'on o'qishga yetarli vaqt ajrata olmayapmiz. Ana shunda qimmatli vaqtlarimizni berib turib shuncha narsalarga erishgan bo'lsaqmi, lekin erishgan narsalarimizni bizni xushal qilmayotganligi, erishgan narsalarımizda barakatning bo'lmayotganligi, bumi bugun kunimizdagi bir reallik. Moddiy jihatda imkoniyatlarimiz shuncha yuksalgan bo'lsa-mu, mayli cho'nglar bo'lsin va yoki kichiklar bo'lsin, tushkunlikning umumiylik shaklda avj olayotganligini ko'ryapmiz. Bu zodi nima uchun? Biz ana shu tushkunlikka mutlo bo'lganlardan atdeganda tahajjud namoz o'qamsiz deb so'rasak, yo'q deb javob berishi mumkin. Bandani jamoat bilan o'qamsiz deb so'rasak, yo'q deb javob berishi mumkin. Atdeganda bir bad bo'lsa-mu Qur'on o'qimsiz deb so'rasak, yo'q deb javob berishi mumkin. Sizda tahajjud namozi bo'lmasa, atdeganda jamoat bilan birga namoz o'qish bo'lmasa, kunda bir bad bo'lsa-mu Qur'on o'qish bo'lmasa, sizda tushkunlik bo'lmay nima bo'lmoqchi? Chunki 3 vaqt tomoqni joyi demagan odamning kasal bo'lishi tabiiy ahvol. Dal shunga o'xshash, siz ruhingizga uzuq bermasangiz, uning tushkunlik va shunga o'xshagan turli ruhiy kasalliklarga mubtalo bo'lishi tabiiy ahvol. Chunki bizning badanimizning yemak-ichmakka qanday ehtiyoji bo'lsa, bizning ruhimizning uzuqqa shundoq ehtiyoji bor. Bizning ruhimizning eng qimmatli, eng sog'lom uzuqlarining biri bo'lsa, Qur'on tilovat qilish. Bir musulmon uni tushunib o'qisin va yoki tushunmay o'qisin, bu ilohiy mo'jizaviy Allohning kalomi bizning ruhimiz uchun ajoyib bir uzuq. Bizning qalbimiz faqat va faqat shu Qur'on bilan uzuqlanadi, buning bilan arom topadi, buning bilan huzur topadi. Alloh taolo Qur'on Karimda allazina amanu va tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Allohga ishongan kishilar va tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ularning qalblari Allohning Qur'oni bilan, Allohning zikri bilan arom topadi. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Diqqat, huzurni, xushalliqni, qalb aromchiligini boshqa yerdan izlamanglar. Bi zikrillahi tatma'innul qulub. Mana bu Qur'on bilan, bu Qur'onni o'qish bilan, bu Qur'onni tafakkur qilish bilan va bu Qur'onda amaliy shaklda yashash bilan qalblar arom topadi, qiyinchiliklarimiz hal bo'ladi. Demak bizning, ya'ni Allohga ishongan kishilarning qalbi faqat va faqat shu Allohning kalomi bilan arom topadi. Biz huzurni naqsha va shunga o'xshagan harom yo'llardan izlasak, bizga huzur harom bo'ladi. Vaqtli xushallik erishgandan keyin pushaymon va chiqirish ahvollari yuz beradi. Ya'ni Alloh bizni buning bilan jazolaydi. Biz xuddi jismoniy jihatda sog'lom ozuqlanmasak, badanimiz har xil kasalliklarga giribtor bo'lgandek, ruhiy jihatda sog'lom ozuqlanmasak, ruhiy jihatda turli kasalliklarga mubtalo bo'lamiz. Xuddi og'zimizga tetidi deb yevasak, badanimiz uning dardini tatgandek, ko'nglimiz xush bo'ldi deb harom yo'llardan xushallikni, huzurni izlayversak, uning dardini cho'qim tatamiz. Shuning uchun ruhimizni, ma'naviyatimizni cho'qim sog'lom ozuq bilan ozuqlantirishimiz kerak. Bizning qalbimizning shifosi, ruhimizning eng sog'lom ozuqi bo'lsa Qur'on Karim. Alloh taolo Qur'on Karimda وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Biz Qur'on Karimning oyatlaridan müminlarning, Allohga ishongan kishilarning qalbiga shifo bo'ladigan, ularning jismiga shifo bo'ladigan, hatto ularning hayotiga shifo bo'ladigan, ya'ni hayotidagi masalalarni hal qilib beradigan oyatlarni tushirdik va bu oyatlar mu'minlar uchun rahmatdir deydi. Demak, Qur'on oyatlari bizning qalbimizning shifosi. Biz Qur'on oyatlarini o'qimadik, kundalik nasibimizni olmadik degan gap, bizning qalbimizning shifosini bermadik degan gap. Shunga Qur'on o'qimagan odamda ichki siqilish, tushkunlikka o'xshash turli qalb kasalliklari meydonga keladi. Shundaqla Qur'on tilovat qilish orqali o'zimizning jismoniy kasallarga shifo izlasak bo'ladi. Masalan, Qur'oni Karim o'qib, suf qilib o'zimizning badaniga yursak bo'ladi. Va yoki so'g'i Qur'on Karim o'qib, uni issak va yoki uni yuyunsak bo'ladi. Uydan shaytonni qo'g'lash uchun so'g'i Qur'on Karimni o'qib, nijosat bo'lmagan pokizalarga uni chassak bo'ladi. Chunki bugun kunimizda dunyo shunchalik taraqqiy qilgan bo'lsa-mu, nurg'unlagan kasallarning texnik davosi topilgani yo'q. Biz qo'limizdan kelgan sabablarni qilish bilan birga mana bu usullarni qo'llanishimiz kerak. Chunki bu payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom qo'llangan usul, shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning bir sunnati. Shundaqla Qur'on o'qilmagan oilada huzur bo'lmaydi. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda "Va man a'rada an zikri", kimki mening zikrimdan, ya'ni Qur'onimdan, so'zimdan yuz o'riydi ekan, o'qimaydi ekan, tafakkur qilmaydi ekan, uningga bilgincha amal qilmaydi ekan, fa inna lahu ma'ishatan danka. Uning hayoti, turmushi torliq ichida bo'ladi, xotirjamsizlik ichida bo'ladi deydi. Ya'ni bu yerdagi xotirjamsizlik torliq moddiy jihatda emas. Maoshingiz yuqori, uyingiz bor, mashinangiz bor, lekin xushallik yo'q, huzur yo'q, hayotingizda ma'no yo'q. Buning sababi dal ruhingizga sog'lom bo'lgan uzuqni bermaganligingiz, Allohning zikri bo'lgan Qur'oni Karimdan yuz o'rganligingiz, uni o'qimaganligingiz, u haqda tafakkur qilmaganligingiz. Nurg'ulg'an kishilar ruhining uzuqini xato yerdan izlaydi. Ya'ni o'zining ruhini, ma'naviyatini moddiy bilan xushal qilmoqchi bo'ladi. Yangi narsalarni elish bilan, yangi kiyim-kechaklarni sotib olish bilan xushal qilmoqchi bo'ladi. Huzur va xushallik bu ruhiyat, ma'naviyatning ishi. U ma'naviyatni to'ldirishingiz, xushal qilishingiz uchun chuqur ma'naviy narsa berishingiz kerak. Sog'lom bo'lgan ma'naviy narsa berishingiz kerak. Ruhingizga moddiy narsalarni bersangiz, u xushallik topolmaydi. Yana birisi, hozir ko'pincha kishilar o'yining kichik kelganligidan, o'yining tochliqligidan shikoyat qilishadi.
Amaliyotda bizga uyimiz rostla kichiklik qilyapti, tarchilik kelyapti. O'ylab boqadigan bo'lsak, biz kichik vaqtimizda kichik bir etiz uyda 7-8 jon yashaydik. Lekin u kichik uy bizga shuncha huzur, shunchalik kengir tuyg'u beradi. Nima uchun? Chunki biz u vaqtda atdeganda onamizning o'qigan Qur'on ovozi bilan uyg'onatdik. Qur'on o'qimaslik dal bizga uyni tar, uyni bir xil tochilik ko'rsatib qo'ydi. Shundoq tuyg'u berdi. Bu haqda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom uyinglarni Qur'on bilan nurlantiringlar. Chunki Qur'on o'qilmagan uy yadiqu ala ahlihi. Ahliga, ya'ni u uy a'zolariga tochilik, tar tuyg'u berdi. Fa innal baytallazi yuqra'u fihi al-Qur'an yattasi'u ala ahlihi. Qur'on o'qilgan uy bo'lsa, oila a'zolariga, ayollarga, bolalarga, dadalarga kengir tuyg'u berdi deydi. Demak, bugun kunimizda uyning bizga kichik kelayotganligining hammasi fiziki jihatdan bo'lmasligi mumkin. Ruhiy jihatdan, ma'naviy jihatdan bo'lishi mumkin. Shuning uchun uyning tochiliqligidan, uyning kichikligidan shikoyat qilayotganlar, uyinglarda Qur'on o'qib baqinglar, balkim uyinglar sizlarga kengir tuyulishi mumkin. Ruhiy jihatdan ozod his qilishinglar mumkin. Shundaqla oilada Qur'on o'qimaslik oiladagi jidal majroga sabab bo'ladi. Nurg'ulgan oilada sababsiz holda jidal majrolar ko'p bo'ladi. Moddiy jihat imkoniyatlari yuqori turib, oilada inoqlik yo'q. Buning sababi uyda, oilada Qur'on o'qilmaganligi bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Qur'on o'qilmagan uyda tahduruhu shayatin, shayton hozir bo'ladi. U uyni shayton u tutadi deydi. Shayton bayada inoqlik bo'lamdi. Shaytonning birinchi vazifasi oilani buzish. Shuning uchun oilada inoqlik bo'lmagan, jidal majrodan qutulmagan oilalar uyinglarda Qur'on o'qib, bundan qutulinglar. Shundaqla oilada Qur'on o'qish uyning yaxshiligini, oiladagi barakatni ko'paytiradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda Qur'on o'qilgan uyda yakturu khayruhu, yaxshilik ko'p bo'ladi. Qur'on o'qilmagan oilada yaqillu khayruhu, uning yaxshiligi, uning barakati oz bo'ladi deydi. Ya'ni topgan pulimiz xili bor, lekin u pullar yetmaydi. Nega hajlanganligini belgilab bo'lmaydi. Mana bu barakatsizlik. Shundaqla Qur'on o'qish biz uning mukofotini qiyomat kuni tarozi mezonda birdan bir oladigan bir ibodat. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasana." Qandaq bir odam Allohning bu kitobidan bir harf o'qisa, uningga bir yaxshilik bo'ladi deydi. Shundaqla bir harfni tushuntirib payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom alif lam mim, buning hammasi bir harf emas. Alif lamdagi alif bir harf, lam bir harf, mim bir harf. Alif lam mim degan vaqtimizda biz 3 harf o'qigan bo'lamiz. Bu 3 yaxshilik 10ga ko'paytirilib 30 yaxshilik erishgan bo'lasizlar deydi. Ya'ni tushunayli, mayli tushunmayli, Qur'ondan bir siziq o'qigan vaqtimizda biz o'zimiz bilmay nurg'ulg'an yaxshiliklarga erishgan bo'lamiz. Buni biz hozir ko'rmaymiz, lekin mahshar maydonida tarozi tiklangan vaqtida bizning yaxshiliklarimiz taroziga tushib turgan vaqtida ana shu vaqtda ko'ramiz. Shundaqla ana shu mahshar maydonida bu Qur'on Karim o'qigan egasiga shafoatchi bo'ladi. Ya'ni ey Alloh, bu bandan meni o'qidi, kunda ozroq bo'lsa-mu, meni o'qishni o'ziga odat qildi deb biz bilan Allohning o'rtasida vositachilik qiladi. Allohdan bizni tilovat qilib tirishadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah shafi'an li ashabihi. Qur'on o'qinglar. Bu Qur'on qiyomat kuni o'qigan kishilarga shafoatchi bo'ladi. Ya'ni Allohning o'rtasida vositachilik qiladi. Uni dozoq azobidan saqlash uchun vositachilik qiladi deydi. Shuning uchun har bir musulmon Qur'on o'qishga qat'iy sal qaramaslik kerak. Agar Qur'on o'qishni bilmasa, uni o'rganish uchun tirish kerak. Ozroq maash, dunyodagi hayotimiz uchun xil qiyin kasblarni, xil qiyin tillarni o'rganamiz. Ajaba abadiy hayotimizda foydasini ko'rish uchun bu Qur'on o'qishni o'rganish shunchalik tasmi, amaliyotda tas emas. Shundaqla Qur'on Karim oyatlaridan bir oyatni o'rganish uchun yo'lga chiqish va mingish 100 rakat nafl namoz o'qigandan fazilatli va afzal savobli ish. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Abu Zar roziyallohu anhuga: "Ey Abu Zar, sen Allohning kitobidan bir oyatni o'rganish uchun mang'ining 100 rakat namoz o'qiganingdan, ya'ni 100 rakat nafl namoz o'qiganingdan afzal fazilatli ish" dedi. Shuning uchun deganda qancha aldirash bo'lsak-mu, bir bat bo'lsa-mu Qur'on o'qishni o'zimizning kundalik hayotining bir qismiga aylantiraylik. Agar Qur'on o'qishga faqat vaqt chiqaramisak, anglash orqali bo'lsa-mu o'qaylik. Chunki o'qish ikki xil bo'ladi. Birisi ko'z bilan o'qish, ikkinchisi quloq bilan o'qish, ya'ni anglash. Mayli ko'z bilan o'qiylik, mayli quloq bilan anglaylik. O'qigan vaqtimizda tarjimasi bilan birlashtirib, tafakkur qilib va bilginimiz bo'yicha amal qilishga tirishib o'qish bu Qur'on o'qishning eng afzal, eng mukammal shakli. Chunki Qur'on Karim faqat o'qish uchun tushilgan kitob emas. Uni tafakkur qilish uchun, o'ylanish uchun va bilgincha amal qilish uchun, hayot mezoni qilish uchun tushilgan kitob. Shuning uchun buningdagi birinchi maqsad o'qish va tafakkur qilish va bilganiga amal qilish bo'lishi kerak. Agar undaq sharoiti bo'lmasa, ya'ni tarjimasi bilan birlashtirib tafakkur qilib o'qish sharoiti bo'lmasa, tushunmasam o'qish kerak. Chunki bu Qur'on ilohiy kalam bo'lg'achqa, tushunmay o'qishning o'zimi bir ibodat. Qur'onni o'zining hayotida amal qilib jonlantirgan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning sahobalari ana shundaq ulug' ishlarni, jihatlarni qilib turibmi, Qur'on o'qishga alohida vaqt ajratdi. Ba'zi sahobalar 3 kunda bir, ba'zi sahobalar 7 kunda bir, ba'zi sahobalar oyda bir Qur'on Karimni xatmi qiladi, tugatdi. Hayotida 100 qatimdan ortiq jihad qatnashgan Xolid ibn Velid jihad bilan mashg'ul bo'lganligi uchun boshqa sahobalarga o'xshash Qur'on Karimga ko'p vaqt ajratolmagan, ammo oz bo'lsa-mu o'qigan. Bu Qur'onga oz vaqt ajratib solganligi uchun Qur'on Karimni har qatim qo'liga olgan vaqtida hijolat bilan qarab va yig'lab ketib, "Ey Qur'on, shag'alani ankal jihad. Seni o'qishdan meni jihad mashg'ul qilib qo'ydi. Jihad qilaman deb, zolimlarga qarshi urush qilaman deb seni o'qiy olmadim" deb Qur'onni suyib yig'lab ketadi. Endi biz o'zimizdan bir so'rab boqaylik. Bizni Qur'on o'qishdan nima mashg'ul qilyotdi? Bizmi Xolid ibn Velid o'xshash zolimlarga qarshi urush qilib jihad yo'lida bo'lib Qur'on o'qishga vaqt ajrata olmayotgandik yoki qo'limizdagi u telefon sababli
Qur'on alishga fursatimiz, vaqtimiz chiqmayyotamdi. Oxir qatim qo'limizga telefonni olgan vaqtimiz qachon? Oxir qatim qo'limizga Qur'onni olgan vaqtimiz qachon? O'zimizdan bir so'rab boqaylik. Qiyomat kuni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom: "Ya Rob, inna qawmi ittakhadhu hadal Qur'ana mahjura." Ey Robbim, mening qavmim o'zini musulmon devatgan, o'zini mu'min devatgan mening ummatim bu Qur'onni tashlandiq qilib qo'ydi. Uni o'qimadi, uni tafakkur qilmadi, uni tushunib o'zining hayotiga tatbiqlashga tirishmadi deb Allohga shikoyat qilsa, uningga qanday javob beramiz? Buni bir o'ylab boqaylik. Esimizda bo'lsin, Qur'on Karim Alloh taolo qiyomat qadar qo'g'dashga kepil bo'lgan mustahkam bir Qur'on. Qanday bir odam o'zini muhofaza qilishni xolasa, oilasini muhofaza qilishni xolasa, mana bu mustahkam Qur'onning ichiga kirsin, uni o'qisin, uni tafakkur qilsin, uningga amal qilishga tirishsin. Qur'on o'qish uning hayotining bir qismiga aylansin.